Anembrioniyada ham Hgacha yuqori chiqishi mumkinmi? Mumkin. Anembriyoniya degani bu rivojlanmay qolgan homiladorlik. Homila rivojlanmay qolgandan keyin, ya'ni o'smay qolgandan keyin kichik muddatda bu keyinchalik so'rilib ketadi. Vaqt o'tgan sari so'rilib ketadi, natijada embrion ko'rinmay qoladi, homilaning tuxumi turadi, embrion ko'rinmaydi. Bu shu narsa anembriyoniya deydi, ya'ni bu rivojlanmagan homiladorlik. Ayolning ichida homilaning tuxumi yoki homilaning o'zi turar ekan, haligi yo'llashdan oldin xaryon bo'ladi, o'sha xaryon bu narsalar turar ekan, ayolda Hgacha yuqori chiqaveradi, ya'ni homiladorga xos chiqaveradi. Hgacha pastroq bo'lishi mumkin. O'sha homiladorlik muddatiga mos bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Hgacha miqdori keskin ko'tarilib ketadi. U 50 ming, 100 ming bo'lib ketadi. 50 ming emas, 20 ming, 30 ming bo'lib qolishi mumkin. Bu ham baland. Masalan, 100 bo'lsa ham, 200 bo'lsa ham homiladorga xos bu ham. 20 ming bo'ldi, lekin homila anembriyoniya bo'lib turib o'smay qolgan bo'lishi mumkin. Qachon bu homila tushadi? Homilaning tuxumi, xaryon hamma narsa tushadi. Tushgandan keyin taxminan 20 kunlar ichida Hgachaning miqdori pastlaydi. Ungacha analiz topshiradigan bo'lsak, qonda Hgachaning miqdori yuqori chiqishi mumkin.